Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, masjid Allohning uyidir. Masjid uchun xizmat qilishlik Alloh taoloning roziligi yo'lidagi xizmatlar sirasiga kiradi. Masjidni obodligi, ozodaligi bu Alloh subhanahu va taolo tomonidan ana shu ishlariga beriladigan eng katta savob amallardan hisoblanadi. O'zimizni Meraki shaharchamizda yaxshi tashabbuskor, mehnatkash yigitlarimiz tomonidan Ziyonur Cleaning jamoasi tashkil qilingan. Bu jamoaning asosiy ishlari xonadonlar, binolar, ofislar va boshqa mana shunaqangi joylarni ozodaligi, tozaligi, turli ashyolarni tozalab, yuvib, chiroyli bir holatga keltirishlik maqsadida tashkil etilgan yaxshi bir jamoa ekan. Mana shu jamoa masjidimizga kelib turib, masjid hovlilarini, masjid binosini ichki qismlarini, gilamlarini, deraza eshiklarini, tahoratxonalarini, hamma joylarini ozoda bo'lishligi uchun xizmat qilishlikni niyat qilibdilar. Alloh subhanahu va taolo bu ukalarimizni boshlagan ishlarini o'zi xayrli qilsin, bardavom qilsin, barakotli qilsin. Mana shu xayrli ishni boshlab turib, Allohni baytini obod qilishlikni o'zlariga niyat qilibdilar. Bir shu o'rinda bir voqeani eslab o'tishlikni lozim topdik. Bir do'stimiz safarga chiqqanda katta bir savdo sohasida o'sha sohani mutaxassislari bo'lgan yetuk, o'zini ishini ustasi bo'lgan insonlar bilan o'tirib turib, ulardan maslahat olaman deb turgan vaqtida bir necha soat ularni poylab suhbatlarni olaman deganda, umuman hayoliga kelmagan, o'zi kutmagan, o'zi bu narsaga tayyor bo'lmagan javobni eshitib turib ajablanganligini aytib o'tdi. Bu voqea shunday bo'ldi deydiki, ya'ni savdo sohasida, tijorat sohasida hozir men bu insondan juda bir katta yaxshiliklarni o'rganaman, yaxshi bir nasihatlar olaman, savdo sohasida undoq qilsam, bundoq qilsam boy bo'laman degan narsalarni eshitaman deb turganda, u kishini aytgan so'zi meni aqlimni shoshirib qo'ydi deydi. Ya'ni savolga javob shunday bo'ldiki deydi, qaysi bir ishni, qaysi bir sohada boshlashayotgan bo'lsangiz, o'sha joydan daromad topayotgan bo'lsangiz, shu daromadingizga Allohni sherik qiling dedilar deydi. Meni aqlimga kelmadi deydi. Shunaqangi bir davlatda, shunaqangi bir joyda yurib turib, bu gapni eshitishlik, ya'ni o'sha inson menga boshqa gaplarni aytadi hozir deb tursam, menga o'zingizni boshlagan ishingizga Allohni sherik qiling. Topadigan daromadingizni hech bo'lmaganda 2, 1 qismini Allohni sherik qilib turib, Allohning yo'liga atab qo'ying, boshlagan ishingiz barakali bo'ladi deydilar. Mana shu narsadan xulosa o'laroq Ziyonur Cleaning yigitlari ham o'zlariga shu narsani, yaxshi bir vazifani qo'yib turib, shu ishimizni boshlasak, shu ishimizni qilsak, Allohni baytini obodligi uchun xizmat qilsak, Allohni bayti uchun qilingan xizmatlar sababidan Alloh ishimizga baraka bersin degan niyatda mana shunday xayrli ishlarga qo'l uribdilar. Alloh taolo baytini obod qiluvchilar qatorida qilsin. Baytini bunyod qiluvchilar, ozoda saqlovchilar qatorida qilsin. Va albatta baytini ozoda, toza saqlovchilarga va'da qilingan yaxshiliklardan bu birodarlarimizni nasibador etsin. Albatta Alloh subhanahu va taolo pokdir, poklikni yaxshi ko'radi. Bu poklik yo'lida xizmat qilayotganlarni ham yaxshi ko'radi. Bu kishilarni qilayotgan xizmatlarni ajrini Alloh subhanahu va taolo o'zi ziyoda qilib bersin. Alloh subhanahu va taolo bu birodarlarimizdan, aka ukalarimizdan o'zi rozi bo'lsin. Ishlariga
xayru barakot, fayzu futuhatlarini yog'dirib qo'ysin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.